Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, bizga kuzatib boradigan obunachilarimiz, motoblog ishqibozlari akalar. Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizdan Zubr 1100 Barto'yli motoblogimiz optim narxlarda yetib kelgan. Video davomida shular obzorini qilib, narx-navosi bilan tanishtirib, tushuntirib o'tib ketamiz akalar. Hozir obitadan like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga narx-navolarni chegirmadagi aksiyadagi narxida qilib beramiz. Ko'rishlaringiz mumkin, motorlari 1100 katta motorlar bilan jihozlangan Barto'ylik varianti. Ot kuchiga o'tadigan bo'lsa akalar, ot kuchi 18 ot kuchiga ega, o'zdiqlari maslinli o'zdiqdan yarim qilib avto qo'yib ishlatadigan bo'lsangiz, sizlarga juda ham uzoq xizmat qilib beradi. Mana ma'lumotlarni ko'rishlaringiz mumkin. 1100 motorning vesi 165 kg bo'ladi akalar. Salalka orqali ishlaydi. Soatiga nagruska holatda 800 gramdan 1 litrgacha salalka rasxod qilib beradi. Statorlari katta, shu 1125 katta statorlardan qo'yilgan akalar. Remellari ham 3 qatorli remen. Remen shkiflari tuttali bo'ladi. Oldi tomoniga bemalol jatkalar ustunovka qilib ishlatsalar ham bo'laveradi. Tagidagi rama qismlariga o'tadigan bo'lsak, juda ham qalin baquvvat ramalar bilan jihozlangan. Balonlari 612 Cherokee miyaqki katta balonlar bilan jihozlangan akalar. Reduktorlari shu Zubrlarimiz ichida eng katta Barto'yli reduktorlar bilan jihozlangan. Ko'rishlaringiz mumkin. Ukam komplektida nimalar bor degan akalarimiz uchun komplektida freza, plug sidinalarni komplekt holatda qo'shib beramiz akalar. Sifatlari juda ham a'lo darajada. Dinamolari ikkitali, tashqi sohasida ham, ichki sohasida ham dinamolari bilan qo'yilgan akalar. Skorslariga o'tadigan bo'lsak, skorslari 6 ta skorslar bilan jihozlangan quyon toshbaqa skorslari bor akalar. Sifatlariga garantiyalarni beramiz. Ukam bizga narxi qiziq degan akalarimiz uchun narxi 21 million so'm. Like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan bo'lsangiz, narxini chiroyli narxlarda qilib beramiz. Akkumulyatorli, statorli balonlarini agatga moslab turib, kengaytirib, toraytirib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Rollari uzun holatda, sifati juda ham zo'r. Akkumulyatorning zaryadini ko'rsatib turadigan o'zida datchiklarigacha qo'yilgan holatda bo'ladi. 6 oydan 1 yilgacha garantiyalarni beramiz. Shunaqangi Zubr 1100 Barto'yli motoblog qidirgan tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmaysizlar obunachilar. Murojaat qilib telefon olishingiz mumkin.